Assalomu alaykum do'stlar, tuzumsizlar, mazani yaxshimi? Bugun bizda yana bitta Mercedes-Benz Sprinter avtomobili. Sprinter avtomobilida bo'lgan muammo коробка переключения передач, ya'ni avtomatik коробка переключения передач, korobkada muammo bor. Avariya rejimga tushib qolgan. Ikkinchi skorsdan, birinchi skorsdan yuqoriga o'tmaydi. Mexanический tomonlarga, tiptronikka umuman o'tmaydi. Drive'ga qo'yilgan paytda talchoq bor. Avariya rejim bo'lgandan hisobiga. Bunga sabab g'ildirakdagi ABS datchik. ABS blok bilan korobka orasidagi yuqori tezlikda ma'lumot almashuv bo'yicha CAN sistemada ma'lumot o'tadi. Ya'ni ABS g'ildirakning tezligini korobkaga ma'lumot sifatida uzatib turadi. ABS orqa shu g'ildiragimizni, o'ng tomon orqa g'ildirakning tezligini ko'rmay qolgan. Bunga sabab povosdan yo'qoqqanda shuni to'xtatamiz deb ochishgandan keyin qaytarib yopishgan paytda ABS sanaydigan zupini teshigini to'sib qo'yishgan. Shundan keyin ABS datchik shu g'ildiragimizni ko'rmay qolgan, o'ng tomon orqani korobka avariya rejimga o'tib qolgan. Hozir buni ochib boshqatdan to'g'rilab yopib berdik do'stlar. Bunga ham to'g'risi e'tiborliroq bo'lish kerak, ochig'i. Do'stlar, shu bilan okina masalalari bitdi, yurishlari joyida, переключениялari joyida bo'ldi. Videosini oxiriga ulab qo'yaman. Bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Do'stlaringizga yuborib qo'yinglar, like va kommentlar bilan qo'llab turinglar. Bundan qiziqarliroq videolar, xudo xolasa, bizni kuzatib borsani qo'yib boramiz. Do'stlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stlarga yuborib qo'yishingizni aytishmasa, rahmat, salomat bo'linglar.